Bu yurak endigina urishni boshladi. Ammo dunyo bo'ylab 6,5 ming chaqaloqning yuragi urishdan to'xtaydi. Ular qayerda tug'ilishiga qarab, hayot bilan o'lim o'rtasida yashaydi. Afrikada har 1000 ta chaqaloqdan 27 tasi nobud bo'ladi. Markaziy Osiyo ham xavfli hududlar sirasiga kiradi. 6,5 mingdan ortiq chaqaloq hayotining ilk 24 soatida nafas ola olmaydi. 75% o'limlar esa ilk haftalarda sodir bo'ladi. Sabablari esa muddatidan oldin tug'ilish, nafas yetishmovchiligi, infeksiyalar va irsiy nuqsonlar. Lekin bu fojialarni oldini olsa bo'ladi. Malakali shifokorlar bilan chaqaloqlar o'limi 16% ga, muddatidan oldin tug'ilish 24% ga qisqaradi. Har bir chaqaloqqa esa iliqlik, gigiyena, emizish, doimiy kuzatuv hamda vaksina juda ham zarur. Bu oddiy amallar hayotni saqlab qoladi. Bizda esa tanlov bor. Yoki bu yuraklar urishdan to'xtaydi, yoki bee'tibor bo'lmaymiz. Har bir bola himoyaga muhtoj. Hammasi o'z qo'limizda.